Assalomu alaykum, hurmatli ko'rman do'stlar, hurmatli qarindoshlar. Hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz bu suhbatimizda tilning qudrati va xotira degan tema ustida to'xtalamiz. Xotira adabiyoti yozib dunyoga tanilgan kitobi mush vaqtgacha 18 xil tilda chiqdimi tarix kitobingiz? 20 xil bo'lib qoldi. 20 xil tilda nashr qilingan. Tayramut Ezgil akimiz biz bilan suhbatda. Biz bugun Tayir akimizdan shu muhojiratdagi hayotning xotirlanishi, qaysi shaklda xotirlanishi, kimlar tarafidan xotirlanishi, qanday xotirlanishi haqida to'xtalamiz. Yana birisi tildagi yetarlik adabiy, ilmiy, nazariy xotira asarlarning bo'lishiningki shu tilning mavjudligini davomlashtirish, kuchlantirishda qanday ahamiyati borligi haqida to'xtalamiz. Undan boshqa uchinchi bir temamiz agar shu muhojiratda o'zining hayotini yoki vatandagi aslimalarni yoki kelgusi xiyollarini tasvirlab qo'ymoqchi, xotirlab qo'ymoqchi bo'lgan qarindoshlarningki qanday qilish kerakligi, ularga qanday yordam bera oladiganligimizni qarindoshlarga o'rtoqlashamiz. Şuna şu cihetlerge qiziqadigan do'stlarningki bizga quloq berishini, bizning programmamizni yoqtirib ko'rishini qarshi olamiz. Tayirka oldi bilan bu siz shu kitobingiz chiqqandan keyin Uyg'ur o'qirmanlardan eng ko'p kelgan savol bahonim bo'ldi. Siz bunga qanday qaradingiz? Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugungi suhbatimizni Abduvali Ishkaylan, Boy Abduvali degan temada, ya'ni xotira, xotirlash tipidagi mush janrni qandaroq bartaraf qilish mush haqda bir paranglashimiz. Endi Abduvali sizning savolingizga kelsak, endi nayt qiziqarli bir ahvolda. Albatta, endi Uyg'ur o'qirmanlardan nayt jiq inkaslar keldi. Bu inkaslarningki jiqlari o'rtaq kechirmishlarga oid, masalan, mening kitobimda yozilganini o'qib boshqalar o'zini tep bağan aş kitaptın. Yani özününki ortak geçirmişleriga ait detallarını bir xil ortaklık his qilgan. Bu tarafı umumiylik bir baha hamda. Lekin meni biraz oylandırgan bir nokta, bu texniklik jihatda oylandırgan bir nokta, tilga chetildigan nokta. Köpligen Uyg'ur o'qirmanlar menga bu kitap nayt oddiy til bilan yozilgan degan bir bahani berdi-da. Ben bunu şununla oynayıp kaldım. Bu adli tilde yazıldı degende bular nimeni göz tuttu? Belki hem de romanlarını mesela, başka edebi eserlerini göz tutkan buluşu mümkün. Belki edebi hatire ya ki eslimelerimi meninkiden mürekkeplek tilde yazılar o kıymeti. Şununla seliştirip degen boz kirek de oyladım hem de. Demek bir yerde nime mesele ortaya çıktı dese, mesela bu şu bir hatır yeziş, meyli eslimi bolsun, meyli biyografiya bolsun, meyli keçirmişler bolsun, bir hatır yezişte tilni qanday işiltish, yani tilni qanday qo'llanish masalasiga o'qirmanlarning ko'ngli bildiganligini his qildim. Siz qanday ishlatgandingiz? Ondan boshqalarga qandayroq ishlatishni tavsiya qilasiz agar ashtaqda yozilib qolsa Uyg'urlar chet ellarda? Endi bu tilni masalan qanday ishlatishdan, yeziqchilikni qanday bir xotirni qanday yezish, qanday bir texniklik masalaga o'tishdan burun menimcha biz avval qanday odamlar yoki qanday ishlar bir xotir yezishga arziydi, ya'ni xotir yezilish zarur degan temada bir paranglashsak, anadan keyin biz asta bayı men başqalardan anlagan aş sualının cevabıga kelimiz. Şu addi yoki murakkab degan temaga. Şunu aldı bilen men hamda bu savolga javob berishdan burun shu qanday ahvol ostida xotira, biografiya yoki shunda bir kechirmishlarni xotirlash kerak degan temada bir ishkelan bir paranglashayli. Endi masalan sizmi o'zingizningki men o'zimningki vatandan qochib chiqish jarayonimni yozdim. Ondan keyin bizning yana ba'zi siyosiy aktivlar
Anından keyin bazı lager şahitleri bulamı özünün keçirmişlerini yazdı. Ama bunun da bir ortaklık var. Yani nime dese, bu bir hatır yazışta, yoki şu hatır yazgan adam cemiyette ma'lum bir muhim rol oynagan adam bo'lishi, yoki u adam yozgan voqelik ma'lum bir muhim voqelik bo'lishi. Ya'ni tarixiy bir voqeaga aylana oladigan bir imkoniyatga ega bo'lishi yoki hech bo'lmaganda ma'lum bir kishilar xotirlab qo'yishga arziydigan voqealar bo'lishi kerakligini his qila olamiz masalan. Hamda nurg'un aslimi yozganlarga qarab baqsaq, masalan mayli chet elda bo'lsin, mayli Uyg'urlardan bo'lsin, ko'plari ba'zi yozg'uchi shoirlar, andan keyin ba'zi mashhur shaxslar yozadi. Andan keyin yana qanday temalarda yozadi desa, ko'proq o'zining o'sib yetilish jarayoni, andan keyin chet ellarga chiqib ziyorat qilish jarayoni, ma'lum bir alohida voqeaga qatnashish jarayoni, masalan bizda Şinjan tarix materiallari deydigan bir kitap var. Masalan buningda nurg'unlagan aslimi maqolalar bor. Bularning hammasida bizning vatanimizda yuz bergan, shu yaqin hozir zamon tarixida yuz bergan cho'ng voqealarga oid o'zining aslimalarini yozgan. Ya'ni ular ash voqealarni xotirlanishi, voqealarning xotirlanishi zarur deb qaragan. Demak, endi bir aslima, xotira, biografik narsa mana shunda bir xil shartlarni talab qiladi endi. Endi bu chet eldagi muajiratdagi Uyg'urlarningki xotir yozishini biz ilhomlantiramiz. Masalan, menga hozir Davud Qalli xili bor. Men mush kechirmishimni yozay Davudima, mushundaq bir ish tutish qilyaptimi, qanday qilsam bo'ladi deydiganlar. Albatta balkim siz bilan paranglashganlim bo'lishi mumkin. Endi bu chet elda muajirat hayoti Uyg'urlarning bir alohida bir xil yashash shakli bu. Bu bir xil bu navbatda endi bir normal bir xil hayot emas bu biz uchun. Bunda avalasida baribirimizningki chet eldagi muajiratdagi kechirmishlarimiz nihoyatda qimmatlik bir tarixiy material bo'lib qoladi. Ham uning ustiga yana nurg'unlagan mush qarindoshlarimizning chet elda yashayotgan nihoyatda ajoyib hikoyalari bor. Ham bu hikoyalar Uyg'urlarningki hayotidagi zo'r o'zgarishlarni, muajirat hayoti qanday chiqqan, nima ish bo'lgan, o'z vatanidan ayrilishga nima sabab bo'lgan, mushu narsalarni yo'ritib beradigan nihoyat qimmatli tajribalar bu. Ham bularni yezishni shaxsan men o'zim tashabbus qilaman. İmkoniyati borlar bo'lsa, mushlarni yezish kerak. Shunga mushu nuqta, ya'ni tema, masalan qanday tema bir xotira, aslima yoki kechirmishlar bo'la oladi. Mushning nisbatan oldi bilan buni yozman degan odamning kallasida ochiq bo'lish kerak. Ya'ni men buni yozsam, buningda mayli voqea bo'lsin yoki bir odamning kechirmishi bo'lsin, o'qirmanlarga beradigan qimmatlik bir narsa bormi? Yoki kelgusida bu 10 yil o'tgandan keyin, 100 yil o'tgandan keyin hatto bu yanıla mushu Uyg'ur hayotining bir tarixiy bir parcha sifatida tarix aylana olamdi. Qanday bo'ldi mushu nuqtani obdan o'ylash kerak. Meningcha chet elda bunda tema, bunda odamlar nihoyat ko'p. Shunga buni yezishni tashabbus qilaman. Bu ham tema jihatdagi bir masala endi. Unda bo'lsa, nemisi masalan, siz ikki jihatni dedingiz. Birisi masalan bir muhim tarixiy shaxs sifatida o'zininki yetilish jarayoni. Ikkinchisi bir tarixiy voqealikniki, tarix xotirlanib qilish tegishli voqeaninki xotirlanish jarayoni. Sizningcha qaysi tipdagi voqealar xotirlanishga arziydi bundan keyin? Endi ba'zi muhim shaxslar masalan, mayli hozircha yozayotgan lager shoirlar bo'lsin, mayli siyosiy aktivistlar bo'lsin yoki dangliq shaxslar bo'lsin, endi bular nima uchun o'sha biografik asar yozish yoki aslim yozishga mos keldi desa, bular tarixning ma'lum bir shakllanishiga yoki tarixning jarayonida qatnashganlar bular. Nimishqa mashhur bo'ldi, nimishqa muhim bo'ldi desa, bular shu tarixning shohidiga aylanganlik uchun bularning kechirmishlari butun Uyg'urning kechirmishlarining ichida tipik, nihoyat muhim bo'lganlik uchun bu shaxslar mayli biografiya yozsin, mayli aslimi yozsin, buning qimmati bo'ladi. Endi voqeaga nisbatan aytgan chaqda u voqeani masalan chet elda bo'lsa, chet elda masalan
qiyin sharoitda chet el vatandan qochib chiqqan masalan. Qochib chiqqan jarayonlarda kechirmişlar. Ondan chet elda yashash jarayonida bir Uyg'ur ulash sifati bilan yo'liqqan boshqa odam aldirab uchramaydigan, ammo tipik mushunda voqealar bo'lsa yoki bir jamoat, masalan, tarixdan qolgan bir jamoat bo'lsa, Uyg'urlarning hayotida muhim rol o'ynagan. Bu jamoatning yaratgan tarixiy miroslari bo'lsa, bularni xotirlab qo'yish zarur bo'lsa, bu narsalarni yozsa bo'ladi. Endi hatto faqat bo'lmaganda bir odatlik oila bo'lsa-mu, masalan, uning bir shajarasi, masalan, bu ota-bobolar kim? Bularning keyingi avlodlari nima ishlarni qilgan, keyin qanday bo'lgan? Ashni yozsa-mu, bir millatningki hayotini aks ettirishda, bir millatningki kelgusida hamda buning hammasi qimmatli tarixiy materialga aylanadi. Masalan, biz hozir vatandagi chaqdimi boy dedim-ku, Şinjan tarix materiallari. Masalan, Ayşının 40 neçə qism, 50 neçə qism çıxdı deymi? Aşı kitap hem bizim vatanda ziyalilar en qadrlaydigan. Aş to'liqlash bilan faxrlan, masalan, mening uyamda Şinjan tarix materiallari to'liq bor deyish orqali faxrlanadigan ashuna bir kitobga aylangan. Hatto uni Urumchida shuning to'liq nusxasi bor kitobchilar hamda xili muhim kitobchi bo'lib ketgan. Ya'ni nima desa, shu kitobda bayon qilingan shu aslima maqolaning hammasi Uyg'ur tarixini tadqiq qilishda, Uyg'urlarningki shu chaqdagi tarixini emas, kishilarning kechirmishlarini, konkret his tuyg'ularini hatto bilishda qimmatli birinchi qo'l materialga aylangan. Shunga bunda bo'lgandan keyin chet elda mushundaq temalar ko'p. Buni xotirlash zarur. Siz abayan bir aile şeceresi degan bir noktani o'tirib qo'ydingiz. Bu intayin muhim bir nokta ekan. Bu qatim men Suriyada Uyg'urlarni ziyorat qilgan chaqda bir elimizden bir muhim bir gapni angladım. Deydi, biz bu yerda kishilarning sening akang kimdi, dadan kimdi, buvan kimdi deganlarni xotirlab qo'yyapmiz. Chunki chet ellarda Uyg'urlar hozir masalan 2014ni boshlagan taqdirda, masalan 2014 tutqun boshlandi deb shuni 2014ni bir nima qilsak, hozir 10 yildan eshib qoldi. Bu jarayonda Uyg'urlar 10 yil aloqasiz bir-biridan uzilib ketdi. Bu ahvolda, mush ahvol davom qilsa, navodi bir kunlarda Uyg'urlarning shu yaqinqi 10-20 yil ichida qo'shilish imkoniyati bo'lgan taqdirda bu bir masalani debdi, buning bak yomon qoyil bo'ldim, men xush bo'ldim bu ishdan. Tuqqanlara to'qib qilish masalasi kelib chiqdi ekan deydi. Chunki masalan tuqqanlar ayrılib ketdi. Nurg'un odam hatto o'zininki urug' tuqqanlarini izlamasdi bo'ldi. Oxirida bu bizda bir familya degan narsa bo'lmagandan keyin masalan sizning familiyangiz var. Eğer familiyangiz olmagan bo'lsa, sizning navrangiz bilan sizning munosabatingiz qolmaydi bu vaqtda. To'g'ri. Shuning bilan sizning eningizning bolasi bilan sizning to'yqib qilish ehtimoli, sizning bolangizning to'yqib qilish ehtimolligi bor. Sizning navrangizniki. Bunda bir ehtimollik bo'ldi ekanda. Shuni o'ylab, bular shuni yozyaptimiz. Sening buvan kimdi? 3 avlod xotirlayaptimiz. Shuni qoldirib qo'yamiz. Andan mushlar buni biladi, bilgandan keyin vatan qaytgan chaqda o'zining urug' tuqqundan to'yqib qolmaydi deydi. O meseleninki hakikaten hem de o meseleninki bir tarafi hem de hakikaten hem de mesela taşkı dünyada mesela Xitaylarda muş sosyal medyalıda nait cık muş Müslümanlara hücum kılış cihatte muş Müslümanlar yakın urtuqqanlı toy kıldı birbirlen şunu bulada muş akli kabiliyet tüven o bu deydiğen hücumdan ait iğir muş Müslümanlar kartta. Demek hem de aşılarınki, Suriye'de turayotgan aş qarindoshlarninki, masalan, mush masalani bir oila shajarasining muhim nuqtasi qilib o'ylaganligining o'zila, bir muhim bir narsa hamda, muhim bir nuqta mush hamda. Bu masalaning bir tarafi hamda. Lekin ham bu oila shajarasi bizning vatandami umumlashgan bir narsa emas. Shunda imkoniyat turibmi, bizning vatanda buni jiq ziyolilar tashabbus qildi 90-yil 2000-yillarda. Birisi familiya qo'llanishni, birisi oila shajarasi yozishni. Lekin chu desa jiq nimalar, jiq odamlar bu ishlarni qilib bo'lmadi. Chunki bizda rostni aytgan chaqda menmi
özümning 4-nji avlat ecdadımni bilmeymen mesela. 3 avlat bilime, onun burunqısını bilmeymen de. Bu emde bu milletninki bir uyuşçanlıqını, yani milletning yıldızını bir mustahkamlanishiga to'salg'u bo'lgan bir masala bu endi. Bu oila shajarasi yezish nihoyatda muhim bir nuqta. Bo'pmi chet elda endi hozir. Masalan bizningki hozir biz endi birinchi avlod ko'chman hisoblanamiz. Agar bizning vatan bilan bo'lgan aloqamiz shundan mangsa yoki vatanda biz bir yaxshi bir nijotlikqa erishib vatanimiz biz qaytib ketamisak, mushunda bir oyig'i chiqmaydigan suvning ko'lga o'xshash yezlarda ko'l va yangi suvni quyib, ko'ni suvni oyig'ini chiqarib turamiz. Ko'lning suyini oyig'ini chiqardik deymiz. Ondan pokizlanib turdi ko'l. Agar unda bo'lmay, u ko'l turiversa, suyi sesib ketadi, quritlab ketadi masalan. Bu nima bizdek yezildi cho'ng bo'lgan 70-80 yillarda ko'llardan suv ichgan balla bo'lsa tushunadi buni, ko'lning oyig'ini chiqardi deganni. Muhacirat hayatı aşındaq. Eğer biz vatan bilen bo'lgan ravan aloqamiz bo'lmay qolib qolsa, aşında bir holat shakllanadi, turg'unlik shakllanadi. Bunda avval sizchisi bizning keyingi avlod, ikkinchi avlod, uchinchi avlodlik bo'lganda birisi yot millatlar bilan to'ylashish, nikohlashish, to'y qilish, anadan keyin masalasi tug'iladi, anda o'zining ajdodini unutadigan, o'zining kimligini unutadigan manda bir narsa chiqadi. Endi buning uchun hamda mushu shajar yezish, oila shajarasini Andikin familiya qo'llanish. Bu nihoyatda muhim bir nuqta. Men vatanda izchil turishni Tahir Hamid degan ism bilan asar e'lon qilgan, shu mening nomim shu de. Lekin chet elga kelib, Amerikaga kelib o'g'lim tug'ilgandan keyin nima familiya qo'llandim desa, mana mushu zurriyat bilan. Ya'ni mushu jamat, mushuna bir mangson, bir tirishchilik ko'rsatib boqayli. Endi keyin qanday bo'ladi, endi uningga biz ham unga hukm qilmaymiz. Lekin faqat tirishchilik ko'rsataymiz. O'zimizning imkoniyati bor doirasida. Şuna bu şeceriyizm şu. Lekin keyingi mezgilde 2000-yillarning oldikayinida vatanda aile şecerisi yezish ancha-muncha ba'zi mashhur odamlarniki bular bo'ldi. Andan keyin ba'zi jutlarning tazkirasini yezish qo'lga ilindi. Bir necha jutlarda masalan Makda, hatto Bashkiram yezisiningki ba'zi xili jiq yezlarning tazkiralari yezildi endi. Shuni kimlar qildi desa, mushu masalani tunib yetgan, kallasi uchoq Jiraqni ko'radigan bir turkum ziyolilar qildi. Chet elda bizda vatanga qaraganda tahrirsizlik tuyg'usi texmi ustun bo'lish kerak. Shunga endi bu shajar masalasini meningcha har bir Uyg'ur buni o'ylaydigan, buni astoydil o'ylaydigan bir masala bu. Bu shajar amaliyotda shajar yezishninki qandoq yezilganligi, qanday yaxshi bo'lganligi haqida kitobmi bor? Mening Anvar Samat G'aribiy deb bir do'st. Bu dostumuz Uyg'urlarda shajara ve shajarchilik deb bir kitap yazgan. Bu kitapta shajarning qanday yozilganligi, qanday yaxshi bo'lganligi haqida yaxshi ko'rsatmalar bor. Balki buni to'rdan izlab baqsa kitap chiqib qolishi mumkin. Aslında kitaplar yazılgan hatta aynı vaqtda shu Uyg'urlarning bir shajara yozishiga bir turtki bo'lsin degan shekilde. Yani birisi hamda agar har bir Uyg'ur muajiratda o'zining shajarasini yozib chiqsa, amaliyotda bir Uyg'ur tarixi oldu u mu? Shunda. Bir nima shaklda ekilib qilish to'g'ri kelsa, Uyg'urlarning eng az 100 yillik tarixini tepib chiqib bo'ldi. Bir odam bo'sini topa olsa, bo'sidan boshlab 3 avlod bo'lgan chog'da bu 100 yillik tarix chiqadi endi. Shu jarayonda balkim bizga mush vaqt aniq bo'lmagan nurg'un tarixiy voqealiklar, nurg'un tarixiy shaxslar, nurg'un tarixiy hodisalar balkim oshkorlanib, aniqlanib haqiqat o'tirib chiqishi mumkin. Bu nihoyatda bir muhim ish. Yani bunu anlayıcılar eğer doğru tapsa biz bu cihette yardımcı olsak buldu. Yetekçilik kılış imkaniyetimiz mi var? Onun yetekçilik kılsak buldu. Muş işini kıp kesek. İkincisi muş jarayonda yana birisi bulup bu çetellerde. Ben bir nersini bayqagan bizden ballağa ben Uyghur tili gütümemdi. Şu jarayonda balladan bir nersini sordum. Dadısının ismini bildikken Doğustan ismini bilmeydiken. Dadısının ismini bilmeydiken de. Şuna olan neç tağanlı var desem o vatandın bu mesela 10 yıl olup ketkendikken tağısının ismini bilmeydiken. Ben azayeten tapşırık verip sizler hemsi buvanın ismini yazıp gelenler, tağanının ismini yazıp gelenler, hammanın ismini yazıp gelenler,
ikki tarafdan shu ikki avlod kishining ismini yozib kelinglar deb topshiriq berib buni maxsus o'rgatgan. Endi biz bir millat ustida saqlanib qolamiz desak, albatta o'zimizning tarixi bo'ldi. Bu millatning bir hujayrasi oila bo'lgandan keyin o'zining oila shajarasini, ota-bobosining ismini, tarixini bilsa, fursat kelib vatanga qaytgan yoki vatanni qaytarib olgan chiqimizda shu bizning o'zining beg'ini shakllantirdi-da, o'ziningki jamoatini, o'zining oilasini. Agar u shakllanmasa, qandoq millat bo'ldi? Shuning bu jihatdanmi bek muhimken bu narsa. O'zining oilasiga birisi biz bolalarimizdan bir faxrlanish bo'lishi kerak-da. Men bu Amerikaga osmonga uchib qolmagan ekanman. Yoki Norvegiyaga osmonga uchmagan ekanman. Meningmi ajdadim, oilam, jamoatim degan narsa bor ekan. Shu bu jihatdanmi hamdiligi xotirlab qo'yish, shajarazib qo'yishniki jiq ahamiyati bor ekan. Bu siz shu nimani hayotingizda shu o'zingizning ham bir biografiyasi hisobidagi kitob uchun bo'lganisining biri nimalar hayotingiz? Ya'ni kitobingiz bo'yicha bo'lgan chaqda shu oliy maktabni tugatib, shu Urumchida ishlagandan boshlab, ondan chetga chiqqandagi hayotingizning nimasi endi? Siz shu jarayonda xotirlash jarayonida o'zing hayotingizni qandaroq nuqtalarni bakrak muhimken deb o'yladingiz o'zingiz? Men endi o'zimning masalan biografik, masalan bir o'zimga xos o'zimning hayotimni bir tasvirlaydigan bir asar yozish unda bir o'yim yo'q. Uni bak o'ylabmi ketmadim. Lekin men o'zimning hayotining har qaysi bosqichlaridagi muhim voqealarni o'zimning aslimlariga singdirib men o'taman. Masalan, bu kechib tutqun qilinishni kutish degan aslimamda 70-yillarda mening kichik vaqtimdagi masalan radioga oid ayni chog'dagi bir aslimlar bor masalan. 2014 radio cheklangan chog'da shuni balliq vaqtimdagi radioga bo'lgan aslimamni yozdim masalan. Andan keyin endi men keyingi yozayotgan, hozir yozayotgan kitoblarimda oliy maktab hayotimdagi masalan 89-yildagi o'quvchilar ga oid kechirmishlar, o'zimninki Beyjingda ishlash xizmat qilayotgan vaqtimdagi ba'zi kechirmishlar, Urumchiga kelgandan keyingi kechirmishlar, undan bo'lib 3 yillik turma hayotim. Masalan, bu narsani yozyapman. Andan keyin men bu 5-iyul qirg'inchiligiga oid kitobda ko'proq shuning oldidagi bizning kishilarninki kechirmishlari bu asos bo'ladi. Demak, endi men har bir tarixiy beshimdan o'tgan tarixiy voqealarni ma'lum bir tema ostiga yig'yapman. Ya'ni endi masalan agar bir odam ziyoda bir mashhur bo'lsa, ziyoda bir muhim odam bo'lsa masalan, uning butkul hayoti shu millatning, shu davlatning yoki shu rayonning yoki shu davrning taqdiri bilan zich bog'langan bo'lsa, endi uni biografik qilib yozsa bo'ladi endi. Lekin mencha desa ko'proq ashunda shakl parchalab o'zimning kechirmishlarimni buni tema ostiga yig'yapman. Endi bu nurg'un odam asolla bir bu aslimiy yozishda, adabiy xotira yozishda asan kirib qoladigan bir xalta kuchi bor. Ya'ni nima desa, bu asan buni yozish. Ya'ni 5-4 yoshni yozsa bo'lmadimi deb o'ylaydi-ku. Masalan, hujjatli film başında men Urumchida Shinjon san'at institutida 10 yil hujjatli film darsi o'tdim o'quvchilarga, uyg'ur o'quvchilarga. Hujjatli film ijodiyati darsi. Shu nurg'un odammi qanday o'ylaydi desa, va bu hujjatli film degan shu beribli bir bo'g'ashni xotirlab qo'ysak bo'ladi-ku deb o'ylaydi. Amaliyotda u maxsus bir film turi, u maxsus bir kasb. Uni o'quvchilar rasmiy dars qilib o'tamiz uni. U endi yani demoqchi bo'lgan nima desa, bu bunda osondek tuyuldi amaliyotni yozish. Amaliyotda bu unda oson emas. Ya'ni bu yerdagi eng ketadigan masala nima desa, men bu boshni yozsamli bo'ldi, 5-da o'tgan kechirmishni yozsamli bo'ldi deb o'ylaydi. Ammo bu yerda nimani saqit qildi desa, men nimani tutishim kerak degan bir narsani saqit qildi. Ya'ni topik, ya'ni bir tema. Bu har qanday narsa mayli adabiy asar, roman bo'lsin, mayli aslimi bo'lsin, mayli biografik narsa bo'lsin, mayli ras bo'lsin, mayli to'qilma bo'lsin, bu nadan boshlandi? Buni tegi bir ideyadan boshlanadi. Oldi bilan buni yozgan odamda bir tupki bir ideya bo'lish kerak. Men buni nima ishga yozaman deydigan.
Anından keyin ikkinchi qadamda mushu ideyaga, masalan, men o'zimning beshimda o'tgan kechirmishlar orqali mushu 2017-yilning oldi haqida yuz bergan cho'ng tutqunning ahvolini aks ettirma. Biz qanday qechib chiqdik, nima vaqa bo'ldi, qanday bo'ldi. Mening topikim shu. Mening tanlagan vaqaliklarim, mening kechirmishlarni nimani elib, nimani olmasligim ash topikqa bo'ysunadi. Ya'ni ashu temaga bo'ysunadi. Amaliyotda u mezgilda yuz bergan nurg'u vaqa bor. Men kitobimda yozmagan nurg'u vaqa bor. Agar uni hammani yozib kelsam, u jiq gap u. Bir odamning bir haftalik, hatto bir kunlik hayotini bir kitob qilib yozg'ili bo'ladi. Lekin shu desa, ya temaga mos keladigan materialni tanlash kerak. Men keyingi mezgilda shu chet elda kitob yozgan, masalan, shu aslima xarakterdagi shunday kitoblarni, kechirmishlarni yozgan Uyg'ur avtorlarning o'zimning kitobiga, masalan, shu o'qirmanlarning, bo'pmi kasbiy o'qirmanlar to'ri bor, masalan, good readers deydigan. Masalan, ashningdagi bog'liq qarayman. Ular kasbiy o'qirmanlar bo'lg'achqa, kasbiy kitob o'quvchilar ular. Bo'lg'achqa ularning bahsi hamda bizga foydali taklif, tanqidlarni berdi hamda. Shunga qarab, masalan, keyin kitobni qanday yozsam bo'ldi ekan, nimaga diqqat qilsam bo'ldi ekan degan narsani o'rganish uchun men qarayman. Qarasam, ularning jiqininki ba'zi kitoblarga, ba'zi Uyg'ur avtorlar yozgan kitoblarga bergan bahsi bu temadan chetnab ketibdi. Ya'ni o'zini gavdlantirishni asos qilib, Uyg'urning beshiga kelayotgan irqiy qirg'inchilik bu tema bichatda qolibdi deydigan bir bahoni jiqroq ko'rdim endi. Ya'ni o'zini bakrak gavdlantirib, demoqchi bo'lgan, millatning beshiga kelayotgan narsa bu sal chatga o'tib qolibdi deydigan tanqidlarni ko'proq o'qidim endi. Nima desa hamda nima yozishni bilishdan burun oldi bilan nima uchun yozma deyishni obdan o'ylash kerak. Masalan, bu o'zimni kechirmishimni yozsam, nima uchun yozma? Zaten nima maqsadga yetma buni yozish orqali. Ya'ni o'qirmanlar bu kitobni o'qisa, buningdan nimaga erishadi? Mayli g'arblik o'qirmanlar bo'lsin, mayli sharqlik o'qirmanlar bo'lsin, qanday o'qirman bo'lsin, mush kitobni aslimini yozsam, buningdan nimaga erish kerak, nima maqsadga yetish kerak deydigan ma'nosi kallada aniq bo'lish kerak. Aniqdan keyin kitobxonlarning talabi aniq bo'lish kerak kallada. Hozir dunyoda Uyg'ur desa, bir irqiy qirg'inchilik uchrayotgan millat deb biladi. Ham u kitob yozgandan keyin o'qirmanlarni tabiiy holda, agarchi bu butunlay to'g'ri muvofiq bo'lmasa-mu, tabiiy holda uningdan ashnasini talab qiladi. Ya'ni bu o'z millatiningki bir dardini ifodalab ahvolni davotamdi deb shuni kutadi hamda. Endi bu bir tragediya amaliyotda. Biz dunyoga yana irqiy qirg'inchilikdan boshqa yana nurg'unlagan narsalarni berishimiz kerak asli. Normal bir millatning kuchini ko'rsatishimiz kerak. Lekin xalqlarcha shuni talab qildi. Masalan, oddiy bir misol, nurg'un muxbirlar mendan yangi kelgan kitobim chiqishdan burun meni suhbat ziyorat qilgan chog'da sening Uyg'urlarning shu zulmini ifodalagan she'rlaring bormi deb so'raydi. Endi men unda she'rlarni jiq yozmabdi ekanman. Siyosiy anda temadagi narsalarni jiq yozmabdi ekanman. Lekin mening she'rlarimda umuman o'zimning hissiyotim bilan bir kollektivning taqdiriga ko'ngil bilish bor bo'lgan ekan, men ham shunday she'rlarni tanlab berdim ularga. Asta-asta shuni his qildim, demak bular shuni talab qiladi ekan deb. Shunga hamda kitob yozganda mayli aslimi yozsin, mayli biografiya narsa yozsin, men ham bu zulmni anglatish kerak demoqchi emas. Kallisda cho'qim nimani yozma yoki nima uchun yozma degan narsa aniq bo'lish kerak. Nima uchun yozma degan narsa aniq bo'lgan chaqda, anandan keyin ikkinchi qadamda nimani yozsam bo'ladi degan narsa o'ttirib chiqadi. Mening tajribam shu hamda. Undan boshqa masalan nimani yozish tema masalasi kelgan chaqda agar bizga shunday bir savollar qo'yilib qolsa, masalan bir oila, masalan bir odam oilasini tushuntirish, ota-bobosining ahvolini bolalarga so'zlab berish, ota-bobosining hikoyasini so'zlab berish nuqtasidan bo'lgan chaqda ota-bobosining bir ta'sirli ishlarini, qiziqarli ishlarini yoki kechinish ishlarini bu şekilde deb berish orqaliqmi birisi bolalarga ejod bir oila shajara, bir tarbiyasi, ikkinchisi hayotda lozim bo'ladigan botirlik, jasorat, sabr,
tevekkülçilik. Muşundaq narsalarni mi singdirish mumkin, shundaqmi? Shu. Masalan, nurg'un jamiyatlarning, nurg'un odamlarning laqamlari bor masalan. U salbiy bo'lsin, ijobiy bo'lsin, u laqamlar ma'lum bir amaliyotni nayti hajviy shaklda bo'lsin, yo bo'lmaydi bir faxrlanish nuqtasidan bo'lsin, qo'yiladi bu laqamlar shu insonlarga. Ma'lum jamiyatning laqamlari bo'ldi masalan. Endi shu laqamning kelib chiqishi nayti qiziqarli ba'zida. Bu narsa bo'lsa, bunda qiziqarli narsalar, andan keyin hayotdagi umidga to'lgan, bir xil hayotiy kuchga to'lgan narsalar, bu bir cho'ng tema. Shu xotirasida masal turib deyman. Bu odamni nayti jalb qiladigan bir nuqtalar bo'ladi-ku bunday narsalar. Bu konkret masalan tafsilotlar, detallar masalan. Bu narsa bak muhim bo'ldi. Oila shajarasi yozgan chaqda masalan shunday nuqtalarni, masalan laqamlarini jaddi jamiyatininki, ularninki kasblarini, nima ish qilganligini, andan keyin ularninki mag'lub bo'lgan, g'alaba qilgan tarixini menimcha reallik bilan yezish kerak. Ko'ptirib uni mubolag'a qilmas kerak. Chunki bu xotira degan narsaning eng cho'ng dushmani nima desa, mubolag'a qilish. Mubolag'a qilish. Mayli ba'zi shaxslar o'z to'g'riliq yozgan kitoblarda o'zini mubolag'a qilsin, o'zining rolini. Yoki ma'lum bir zulmni mubolag'a qilsin, yoki ma'lum bir xushalliqni mubolag'a qilsin, mayli nimani mubolag'a qilsin, mubolag'a qilish bu xotir yozishning dushmani bu. Chunki bir odam sizin kitabınızı okugandan keyin kitapni varaqlab beqib, sizin samimiy bir apturmu yoki bir tazi samimiy emas, bir xil ma'lum bir maqsad bilan kitap yozgan odammi bir qarab qolaydi. Hozir döt odam yo'q hozir. Burun yezlarda yoki faqat kitap o'qib baqingan, dunyoni tushunmaydigan odamlar aldinishi mumkin undan narsalarga. O, odam karomatgana biz uqmay qoldik deyish mumkin. Ama bu chet-el yurgan odamlar mayli dehqon bo'lsin, mayli nim bo'lsin, o jiq ishlarni ko'rib, jiq ish beshda o'tgan odamlar bir odamninki yozgan narsaga, yozgan narsa emas, odatiy paranglashga qarabla, bu odam bir samimiy odammi yoki emasmi, buni bilalaydi. Shunga bu samimiylik nihoyat muhim. Samimiylik degan nima desa, ash reallikni o'zbet e'tirof qilish. Ya'ni reallik sodiq bo'lish. Rost gapni qilish. Shunga endi bu yerda ash ota-bolalarning shajarasini yozgan chaqda mesela ata-bolaları ma'lum sababdan mag'lub bo'lgan bo'lsa, mag'lub bo'lgan, yiqilgan sodada ayni chaqda. G'alaba qilgan bo'lsa, g'alaba qilgan. Voy mening jaddi jamatim degan unda bayning bolasi ekanmiz biz. Ayni chaq bizning ota-bolamiz degan butun shaharning yerimini egallabdi ekan. Ayni chaq shahar bizniki ekan-da, bizniki ekan ayni chaqda. Urumchining palon yedim, palon yegichi mening ota-bolam unda gaplar bu aqmaydigan gaplar. Unda yezish ham bu to'g'ri bo'lmaydi. Endi bu nimaninki masalan aslim yazsın, mail aile shajarasi yazsın, bu naiti dikkat qildigan bir naiti muhim bir nuqta bu. Samimiy bo'lish. O'zininki jaddi jamiyatining qanday bo'lsa ahvoli o'z enis. Bu aslimi shu. Aslimi shu biografiyami, hamma narsa shu. Bu narsaning hammasida hatto masalan salbiy, shu menga salbiy bo'lib qolarmi? Yoki mush qo'rqib ketganimni yozsam ayni chaqda. Masalan, ayni chaqda haqiqatan shu qo'rqqanimni ayni chaqda, mush amalsiz qolganimni, mush o'zimni xato qilganimni yozsam, mening obrazim tushib ketami? Men ayni chaqda masalan Xitoy bilan hamkorlashib mashlarni qilgan, yoki Xitoy hukumatining organida ishlagan, yoki mandashni qilgan mushni yozsam, fahmini manda deb qolarmi? Bu degandekilla, bu odam samimiy bo'lmaydi. U hayot undaq emas. Bu chatga chiqib biz voy men degan undaqdim bundaqdim u yolg'on gap bu. Biz hammamiz ash kunlarni boshdan kechirgan, shular beshimizda o'tgan. Endi mayga chiqiblar biz nurg'un narsalarni andaq o'zimiz xiyolimiz bo'yicha o'ydirib yoki o'zimizni botir qahramon qilib ko'rsatsak, u to'g'ri bo'lmaydi. Bu nihoyat diqqat qiladigan bir nuqta bu. Bak diqqat qiladigan bir nuqta. Sizningcha masalan shu xotira yozadiganlarga masalan yoki xotira yozish tamassidin masala so'raganlarga qaysi temalarda yozsam bo'ladi desa nima degan bo'ladingiz? Mana temada yozsanglar bo'ladi deydigan tavsiyangiz bormi? Endi bu temani endi
bir adam ben bir narsa yozaman desa, kiyimini deb berish tasvir bo'ldi. Chunki bir narsa yozaman degan odam cho'qim u o'zi ma'lum bir kiyimini o'ylaydi. Aldı bilan bir kiyimisi bağlıdı onun ya bir hikayesi bağlıdı. Anından keyin u bir yezish niyati keladi. Yezish niyati kelgan chaqda hamda birinchidan baytınqidek u bir ishni nimaga yig'ish, ya'ni bir kiyimga qanday bir kiyimini tug'izish. Mush masalada sal ikkilanib qolish mumkin. Anda yana birisi o'zining beshda o'tgan kechirmishlarni qanday tashkillash, qanday shaklda bayon qilish masalasida balkim tajribasiz bo'lg'achqa ba'zi masalalarga yo'liqish mumkin, konkret masalalarga. Andan keyin konkret yeziqchilikda masalan qanday bayon qilish, hikoyaning tartibini qanday o'rinlashtirish, o'tmish bilan hozirni qanday munosabatlashtirish, bu masalalarda balkim ba'zi texnik masalalarga yo'liqish mumkin. Andan keyin hikoyalarga nima mazmunlarni qetish, nimani qatmaslik, qanday narsani tanlash, tanlamaslik degandek masalalardimi darxil masalalarga yo'liqish mumkin. Masalan, biz doim anglaydigan bir gap, men bir narsaning 5'ini boshlagandim, oxirini tushirolmayapman. Yoki bir narsaning 5'ini boshlamayapman, boshlasam yezib ketdim deydigan bir ahvolga jiq uchraydi masalan, bu yeziqchilik sohasiga havas qildiganlar jiq ashuna deydi bizga. Mushu tarika mushning 5'ini boshlamayapman, bundan narsa yozmoqchi edim. Yoki 5'ini boshlab qo'ygan, oxirini tushirolmayapman deydi-ku. Ham buning hammasi nimaga munosabatli masalalar desa, buning hammasi yeziqchilik mahoratiga munosabatli masalalar. Hamda albatta har bir odam yeziqchilikdan tarbiya ko'rgan bo'lmaydi. Har bir hikoyasi bor odamning bu yeziqchilikda bayon qilishda mahoratda yetarlik bo'lgan bo'lmaydi hamda. Shunga hamda bunday masalalarda haqiqatan qiyinchilik yo'liqidi. Kasbiy odamlarning yordamiga muhtoj bo'ladi. Ba'zilar balkim masalan xuddi ba'zi lager shoirlariga o'xshash o'z hikoyasini deb bir boshqa odamga yozdirishi mumkin. Chunki yozgan odamninki uning kasbiy ashunda nimasi bo'ldi, mahorati bo'ladi. Ba'zi odamlar o'zi yozishi mumkin hamda boshqalarnikini o'qib ko'rib beqib manda qilsam bo'ldi ekan deb. Bu jarayonda qiyinchilik yo'liqsa, albatta biz ba'zi takliflarni beramiz. Faqat taklif fikr beramiz. Ba'zi mahoratdagi ba'zi qoidalarni bu yeziqchilik degan bu fan bu. O yazıplı bir baştan yazıplı ahire çıkırıydıgan narsa emas. Hamma narsa o necha 100 yıldan buyon o allaqachon o bunun qoidasi shakllanib, uningki o nimalari bu butun qurilmasi, qoidasi, nereden başlash, qanday oxirlashtirish bu hammasi bu qilib bo'lgan, qilib bo'lgan narsalar bu. O ergiz undaqiliqi xalqanchilik qilib ketadigan undan narsa emas. Shunga mushunday masalalarda balkim biz ba'zi takliflarni ba'zi yordamlarni bera olishimiz mumkin. Masalan bu nimaninki shu chet ellarda kishilarninki o'zining kechirmishlarini xotira kelishi bolalarning ona tili o'rganishigami tafsil bo'ldi. Agar ashtaq kelsa bolalarim bir narsa o'rganib qilishi mumkin ota-onasidan. Albatta shunday bo'ldi. Bu bizningki chet elda masalan hozir mayli adabiy kitoblar bo'lsin, mayli shunday xotira tipidagi kitoblar bo'lsin, kitaplarninki chiqqani yaxshi. Bir narsaning eg'izda emas, yeziqda qolgani yaxshi. Hem hozir nurg'a odam sosyal media bor. Sosyal medyadagi YouTube chiqirdi, Facebook chiqirdi, nurg'a narsa chiqirdi. Chiqirib, nima deb o'ylaydi desa, mush narsam muhim deb qaraydi. Lekin bu sosyal media degan narsa bir texnik narsa, bu bir tok bilan, bu degan bir kompyuter bilan bo'lgan narsa bu. Lekin yanala yeziq shaklida qilib qolgan narsa u o'xshamaydi. Hamda yeziq shaklida qolgan narsa birinchidan u astoydil o'ylanishdan o'tgan bo'ladi. Yeziq degan bir jumla qurashtiradigan gapchi uni. Bir igisi, xabari, uning bir ravish, unda bir narsa yozamiz endi uni. Ham bu so'zlagan, bu YouTube so'zlagan, bu Facebook so'zlagan narsalarning jiqi hamda shu vaqtning o'zida joriy qildir degan gaplar u. Ham uni bir ilmiy fikr, ko'plarni hamda ilmiy fikr yoki uni bir rasmiy bir ideya degil olmaydi hamda. Şunu bu yezib qoldirilgan narsa nihoyat muhim. Masalan, biz 2017'de men shu chet elga chiqish bo'lganlikda izchil turda shu vatanning sirtidagi Uyg'urlar qanday yashaydigandi deb nihoyat qiziqatdim shu masalaga. Rostni aytsam, tasavvur qilib baqatdim, ancha o'ylab baqatdim, ammo bilmaydim rostni aytgan chog'da. Chunki chet elda yashab, o'zining konkret bir hayotini bir
rasmiy samimiylik bilan bir yezib chiqqan bir kitoblarni men ko'rib boqmagan. Albatta Sarsaroq degandek romanlar bor. Ba'zi yozuvchilarning masalan Zordun Sabirning, buning Abduqodir Jaloliddinninki Germaniyaga chiqqan, Yaponga chiqqan, u yerga chiqqan, bu yerga chiqqan aslimalari bor, xotirlari, sayohat xotirlari. Ammo uningda haqiqiy chet elda yashayotgan Uyg'urning kechirmishlari yo'q. Bu qanday yashaydi chet elda Uyg'urlar? Nimalarni o'ylaydi, nima yeydi, nima ichidi, bir kunni qanday o'tkazib, buni vatandagilar uqmaydi. Xo'sh. Endi biz mushu men oliy maktab kirganda toki xili mezgillargacha mush Uyg'urlar tarixda yozgan kitoblarning hammani matlab boqqanmiz. Klassik adabiyotdan tortib mush keyingi mezgilgacha zoti Uyg'ur bir yerda bir yezib qoldigan bir jumla narsa biz bilmaydigan bir narsa bormidi deb jiq aqtirib boqqan. Bizni avlodlar mana shunday qiladi. Kelgusida. Agar mushu yoki vaziyatning ahvolida o'zgarish bo'lsa, yoki bir Xitoy beshini yesa, bir kunlarda hamda bizningki shu vatandagi ajdodlar, avlodlar hamda xalq bu chet elda yozilgan kitoblarni o'qiydi ashlar. Balki hozir ham o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Har xil yo'llar orqali. Endi bu nayt muhim narsa bu. Bu nayt muhim narsa. Endi nurg'un odamningki hamda shu chet elning hayotiga qiziqadigan tarafi bor. Endi masalan sizmi shunday his qildingizmi uqmayman. Biz vatandagi chaqda nurg'un mening do'stlarimdan, nurg'un atrofimdagilardan manda bir narsani his qildim. Muhojiratlik Uyg'urlarga. Birisi havas qiladi. Masalan, bu chet elliklar shu Yevropada yashaydi, falonch Amerikada yashaydi, ashla ajoyib davlatlarda yashaydi deb bir xil havas qiladi. Yana birisi ich og'ritadi. Ash bichorlar chet elda ashada sarsam bo'lib ketdi, ashlar musofir bo'lib ketdi, ashlar deb o'ylaydi. Bu qarama-qarshi ikki ziddiyatlik ko'z qarash vatandagi Uyg'urlarning chet eldagi Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarashi. Bu nima uchun bunda qarama-qarshi ziddiyatlik ikki ko'z qarash chiqadi desa, bu nayt uzun gap bu. Buni tahlil qilsak, jiq narsa chiqadi buning keyinida. Demak, endi bu chet eldagi Uyg'urlar hech bo'lmasa buningdan biz bir narsani bilamiz. Ya'ni vatandagi Uyg'urlar chet eldagi Uyg'urlarning hayotiga ko'ngil biladi, qiziqadi. Shunga endi bu chet eldagi hayotda masalan temalarni, o'zining kechirmishlarini, oilasining kechirmishlarini yezish kerak endi. Endi yozganda masalan boy siz degan savolga kelsak, endi nurg'un odam o'zida bir narsa bor ahvolda keldi masalan. Men yoki ota-bolalarni yozay deyman, yoki o'zimning bir kechirmishimni yozay deyman, yoki manda birisining hikoyasini anglagandim, mushni yozay deyman deb keldi. Kelgandan keyin endi agar bizdan bir foydali bir taklif fikr talab qilsa, endi biz uningga taklif fikrlarni bersak bo'ldi. Bu yerda shu yezish masalasiga kelgan chog'da birisi o'zi yozsa bo'ldi. Abiyam degandek temalar bo'yicha masalan maktabda qilyaptim, boshlang'ich ishlarni ko'rdim. Ikkinchisi masalan savdoga bo'lsa, bozorda qilyaptim, bozor ishlarni ko'rdim. Agar xizmatchi bo'lsa, idora ishlarni ko'rdim masalanda. Undan boshqa o'zininki mahallasining tarixi, yurtininki yoki dadisi savdoga bo'lsa, shu savdogarchilikning tarixi yoki bir juvozchi yoki tugmanchi yoki bo'zduz bo'lsa, shu kasbining kasbining tarixi. Undan boshqa masalan chet elda bo'lgan bo'lsa, o'zininki chet el qirib chiqarish jarayonining tarixi. Albatta. Ondan chet eldagi bir nima hayot bo'ldi bu yerda, mutlaq hayoti deymiz. Panolik chiqchivarlikda saqlab keldi ba'zi 2 yil, ba'zi 1 yil. Bu bir xil bir hayot bo'lishi mumkin. Bu yerda paketlar xotirlangandan boshqa hamda mening bir mo'yib deb qaraydiganim tuyg'ularning xotirlanishi mo'yib. Shu paket shu vaqtdagi tarixiy hodisiga shu shaxs qanday tuyg'u bo'lgan. Ya shaxs bilgan kishilar qanday tuyg'u bo'lgan. Ya'ni paketlarning xotirlanishi odamlarni shu paketlardan xabardor qilsa, shu tuyg'ularning xotirlanishi insonlarni shu yerda yashayotgandek tuyg'u keltirdi. Bu mu inson shu reallikka bo'lgan tushanchisini cho'nqurlashtiradigan bir omil endi. Shu bu jihatdami diqqat qilsa bo'lg'idek. Endi oxiriga nima kelsak, agar siz shunday bir odam, sizdan bir normal Uyg'ur, men o'zimning kechirmishini yozay desam yozolmaydi ekanman. Bu shu yozdiganlar bormi masalan, men so'zlab bersam, yozdiganlar bormi desa, yoki qandoq yozatdim desa, siz qanday teklifdan bergan bo'lardingiz? Aldidan boy sizning deganingizga azroq qo'shimcha qilay. Haqiqatan endi bu chet elda mayli chet elda bo'lsin, mayli vatanda bo'lsin, Uyg'urlar
özününki ata boğullarınınki kəsblərinin aş nəslini yeziş jarayonida bu özünün his tuyg'ularını, shu chaqdagi o'ylaganlarini yozsa, bu birinchidan bizga shu davrninki shu haqiqiy bir his tuyg'ularini atkilalaydi. Ikkinchidan bu yozgan narsadagi obrazlar tiriladi. Ham nurg'un odam mana shunga diqqat sal qaraydi. Masalan, voqeaga bakrak kuchaydi, lekin shu voqealikdagi odamlarning his tuyg'ulariga sal qaraydi. Masalan, biz hozir chaqda Beijingga masalan siyosiy kengash yig'iniga menish oldida Ahmadjon Qosimning qanday his tuyg'uda bo'lganligini bilmaymiz masalan. Masalan, Sayfiddinning 2-turkumda mangan chaqda qanday his tuyg'uda bo'lganligini bilmaymiz masalan. Ham o'zining kitobida yozgan ham umr manzillarida. Lekin u haqiqiy his tuyg'u emas meningcha. Shunga bu nurg'unlagan his tuyg'ularni biz bilmaymiz. Bu yushirilib ketadi. Tarixdimi eng salqariladigan masala mana bu shu. Tarixda cho'ng voqealar tasvirlandi, jilnomalar tasvirlandi, cho'ng o'zgarishlar tasvirlandi, ammo shu tarixiy voqeaga ta'sir ko'rsatgan cho'ng bir voqeani, cho'ng bir davrni hatto o'zgartib o'tgan odamlarning shu chaqda his tuyg'ulari nima ekanligi, nimani o'ylaganligini biz bilmaymiz. Amaliyotda mana dal shu his tuyg'ular shu odamning shu qarorni chiqarishiga ta'sir ko'rsatgan. Ayni chaqda. Bu narsa nihoyatda muhim endi. His tuyg'uni yezish shu odamni, shu obrazni tirildirdi endi. Shu asardagi. Bu o'lik narsa emas. His tuyg'uni tirildirdi. Bu bir nuqta endi. Yana bir nuqta endi muhim bir nuqta. Biz o'zimizning hayotini emasdan, Xitoyning mustamlikasi ostidagi hayotimizni biz allaqachon bir xil normallashtirib o'tgan. Nurg'un odam o'zining zulm ichida ekanligini uqmaydi. O'zining hayotini shunday bo'lish kerak deb o'ylaydi. Masalan, shu ba'zi panolik iltimos qiluvchilarningki paranglashib qolgan chaqda, masalan, o'zininki masalan statementlarni yozdi-ku, o'zining bayonini yozdi-ku, masalan, shu iltimos qilgan chaqda. Aş chaqda masalan, shu pilonliq tug'ut, masalan, ikki bola masalasi, ashini bular hargiz zulm deb qaramaydi. Qaramaydi ekan ba'zi odamlar. Men ularga ashini desam, bu diye hukumatning siyosati bo'lsa dedi-da. Demak, endi Uyg'urlar nurg'un narsalarni hukumatning siyosati bu. Mushunda bo'ladi bu. Bu Xitoylik mushunda qilyotdi-ku. Bizga o'xshashku. Yoki bo'lmaydi, bu mushunda qiladi hukumat degan. Hukumat mushunda qilish kerak deb qaraganlik uchun, ya'ni mustabidlik ko'nib ketgan, ya'ni mustamlikchilikka ko'nib ketganlik uchun o'zining hayotidagi nurg'un voqealar ichidagi zulmni nazardan saqit qiladi. Uni zulm bilan bog'lay olmaydi. Bir bo'lsa, hammani Xitoyga bog'lab zulm, shu Xitoyga bog'lab yotadi. Masalan, shu kichik ishlar bo'lsa-mu, masalan, o'zining hayotida bir narsa oqmasimi, kunlik turmushdagi bir narsa bo'lsa-mu, Xitoyga otib qo'yishim to'g'ri emas. Lekin ma'lum bir xalqlik masalalarda zulmni ashning qanday bog'lash, qanday ash orqali bir zulm ostidagi, ya'ni mustamlik ostidagi bir millatning a'zosi bo'lish sifatida taqdirini o'zgarib ketganligini uning bog'lash nihoyatda muhim endi. Endi sizning keyingi savolingizga kelsak, endi men masalan ashunda bir narsa yozg'im bordi, ammo o'zimning imkoniyatim yo'qdi deganlarga endi kitob yozishdan burun endi bo'lsa ko'proq tajribasi borlar bilan fikrlashib, ancha-muncha fikr almashtirish muhim deb qarayman. Bu foydali o'ziga nisbatan. Nurg'un odam boy degandek yoza oladigandak qiladi u. O'zi hatto boshqalar yozgandan qaltis yozgandek his qiladi o'zini. U nimaga u anchalik yozibdi, men unda yozmayman, men degan manda yozma. Chunki men degan manda odam deydi u. Agar unda ishonchsiz bo'lib, agar haqda yaxshi yozsa, u bak isli bo'ladi. Lekin bizda bu xotir yozish, aslimiy yozish, biografiya yozish degan bu bak taraqqiy qilgan bir soha emas Uyg'ur adabiyotida. Shunga endi jiq odam bo'lib yoziqchilik qilib boqmagan biror kitobni boshdan oxir yozib boqmagan odamlar jiq jihatda o'zi hissiyoti anda yoza oladigandak o'ylagan bilan amaliyotda vaqt kelgan chaqda sallaliq yaxshi bo'lmay qolgan ahvol bo'ldi. Endi yaxshi bo'lmay qolsa, u chaqda bu kitobningki masalan ichidagi ma'lum bir jumladagi pokizsizlik, ma'lum bir jumladagi ko'ptirib yetish, mubolag'a qilish tufaylidan butun kitobdagi voqealar yoki butkul shu kitobga ifodalanmoqchi bo'lgan Uyg'urlarning besh kelayotgan zulm kitobxonning nazarida nolga teng bo'ldi. Bu bek muhim nuqta bu.
Şuna meningçe meyli mesela zulüm yazsın ya chet ellik özünün keçirmişliğini. Çünkü chet eldeki Uygurların keçirmişlerinin acayip garayip buluşumu. Tegin aytganda Xitay zulümünün bir partisi bu. Albatta, albatta. Bizning hayotimizdagi müşahedeki mushu dakki dükkichilik yoki mush davatgan gaplar bizning hayotimizning mushunda bo'lishi, mushunda o'zgacha bo'lishi butunlay Xitoy zulmining bir parchasi bu. Amaliyot Xitoyning zulmi bizning vatanda qolib qolgani yo'q. Biz bilan birga kelayotgan gap ishadi. Biz bilan birga bor. Biz bilan birga turyotdi ishadi. Shunga hamda bu jihatda yoziqchilik qilgan chaqda samimiy bo'lish bo'lsa hamda shu kasbiy yozalaydiganlarga yo yezib baqqanlarga ning maslahatini elishni tashabbus qilaman men. Shuni taklifini beraman. Agar yozamiz nima qilsin bo'ldi-ku, masalan, yozdiganlarga nima qilsa yezbasin bo'ldi-ku, uni aslida so'zlab bersa. Shu albatta. Agar o'zining imkoniyati bo'lmay qolib qolsa, yozdiganlar bilan deyishib, hamkorlashsa bo'ladi. Hamkorlashib, uni deyishib qilsa, yozdigan qalam pishgan odamlar yozsa, undan keyin o'zi o'qib, bo'lmagan yerlarga fikrlarini bersa, bo'lgan yerlarga bo'pti desa, shunda hamkorlashib qilsa bo'ladi. Hamma odamning yezib ketalishi, hamma odamning yozishchilik qilish natayin. Masalan, bizmi kitob yozdik degan bilan, o biz yozgan kitap bunda qarablı bu Tayram şiir yazdı, ma kitapni yezibdi, qandaroq yozgandi deb ko'rib, o xili yomon emas yezibdimi, shunda oddiy so'zlardan yaxshi bir temani eksatibdi degan bilan, u eg'izda anda oson chiqqan bilan, bu degan bizning 30-40 yillik adabiy tarbiyalanishimiz bilan munosabatli ish bu. Bu bizning kasbimiz. Shunga hamda bu ba'zi narsalar unda bishikindila, ya bishkish qopab paydo bo'lib qolmaydi ba'zi una degan narsa-ku. Shunga hamda bu mahoratga oid narsalar. Şuna hem de eğer yüzü kılanmasa, başka muş kasb ahlilerle hemkarlaşsa, şununla yazgıçsa, eminim tamamen buludu. Bugün ait yaxşı paranlaştık, sizin ait yaxşı tecrübelerini sözlep verdiniz. Okurmenlerge, körmenlerge rahmet. Biz bundan kimi Xudayım borsa, müşünde yeziş hevesideki, kızgınlıkdaki kişilerge, Tahir Kam özünki məsləhətli bolduğanlığını dedi. Bizim məsləhətli bolumuz, bizninki Uyghur yazıcılar uyuşması var. Andın Uyghur Qalamkeşler Cemiyeti var. Bularmı hemkarlıqda, məsləhətlərdə bulud deb oylayman. Həməylərə rəhmət, Tahir Kasıgım rəhmət. Səhni keyindiki bizə bu fürsət yaratıb bergan Uyghur ilimizə rəhmət. Hamılarga rəhmət. Müş vaxtınlar xeyirlik olsun. Allah emanet. Xoş. Xoş. Hamılarga rəhmət.